Zapis yoqildi, eshitilyapti ovozim. Demak, boshlaymiz. Ilon strategiya buni bir marta ko'rsatib o'tdim, ofisdagi nimalarga berdim o'quvchilarga. Bu strategiyaga mana bu narsa kerak bo'ladi. Bu yerdan 3-chiga o'tib olasizlar. 3-chisida eng tagida sine liniya degan mana bunaqa ilon izli nima turibdi. Shunga bitta yulduzchani qo'shib qo'ysanglar, mana bitta chiqadi. Bizga eng keraklisi mana shu instrument bo'ladi. Ilon strategiya. Bu ishlatish rosa oson, lekin bu skalping uchun. Uzoq muddatli savdo emas, skalping uchun. H4, H1, M30, M15 time frame'larda yaxshi ishlaydi. M5 ga kirolmaylar. Demak, zapisda saqlanib bo'lib qoladi. Sizlar ham o'zingizlarga kerakli joyga yozib olganinglar yaxshi. M15 time frame uchun 2 punkt take profit qo'yiladi. M30 uchun 3 punkt take profit. H1 time frame uchun 4 punkt. $4 degani, ya'ni 001 bilan kirsanglar $4 bo'ladi. H4 uchun $5. M15 2, M30 3, H1 4, H4 5 punkt bo'ladi. Take profitlarimiz. Endi strategiya qanaqa? M15 dan boshlaymiz. Sizlarga idealni holati. Bugungi kunnikini prямо o'tib ketaveraman. Bugungi kundan birinchi hol strategiyani tushuntiraman. Bir kunda berilgan signallarni sizlar bilan statistikasini ko'rib chiqaman. Sizlarga topshiriq beraman. O'sha topshiriq bo'yicha sizlar ishlab statistikasini yig'asizlar. Faqat sal ko'proq statistika yig'ishingiz kerak. Potom strategiyani yaxshi o'zlashtirish uchun. Topshirig'i bajarmasanglar, u strategiyani ishlatishingiz ancha qiyin bo'ladi. Strategiya scalping. Demak, ko'ramiz mana. Yashil svecha bo'lsa, bu buy ishorasi bo'ladi. Yashil svecha. Qizil svecha sell ishorasi bo'ladi. Buni hamma biladi. Yashil buychilar, qizil sellchilar. Yashil bo'lsa, sine liniya bu ilon izimizni tepadan, yashildan tepadan, uchidan qizilli pastigacha, soyadan soyagacha tortiladi. Va bizda nima holat bo'ladi bu joyda? Yaxshilab e'tibor beringlar. Mana shu ob'yomni yorib chiqqungacha, mana shu ikkita ob'yom berildi bizga. Yorib chiqqungacha mana bu izni yorib chiqish kerak. Tushuntira oldimmi? Tepaga izni yorib chiqish kerak. Pastga izni yorib chiqdi. Mana bu holatda yorib chiqsa, mana bu bo'shliq zonada yorib chiqsa, bu signal bo'lmaydi bizga. Qizil pastga yorgan bo'lsa, demak sel, yashil tepaga yorgan bo'lsa, mana bu ilon joyini, mana bu to'lqinsimon joyini buy bo'ladi. Mana shundoq ishlanadi bunda. Tana bilan yorib chiqish kerak. Soya bilan kirib qolgan bo'lsa ham u aktualniy hisoblanmaydi. Yaxshilab tushunishga harakat qilinglar. Juda ham oson, lekin daromadi zo'r. Men hozir bugungi kunnikini boshidan ko'rib o'tib ketaman. Sizlar tushunib borasizlar mana shu ko'rishim davomida. Demak, 8 bo'lsa, 9-chi mana. Rosa 0000 dan boshlaymiz. Liniyani olamiz. 9-chi mana qizildan yashilga tortamiz. Mana shu liniyani yorib o'tgan joy mana bu joyga to'g'ri kelyapti. To'g'rimi? Bitta stopimiz bor bizani. Birinchi o'rinda stopdan keldim mana. Stop bormi yo'qmi ko'ramiz. Примерно bundan boshlab turaylik. Oxirgi maksimumdan tinlab oladi mana. Bitta mana yorib chiqdi. Bo'shliq zonani yorib chiqib qo'ydi. Bo'ldi, bu holatda signal yo'q. Bo'ldi, bu liniyani olib tashlaysiz uje. Bo'shliq zonani yorib qo'ydi. Endi mana bitta kirib turib, mana bitta yorib chiqsa ham bo'ldi. Bu hisob emas. Chunki bo'shliq zonadan yorib chiqib bo'ldi. Bu liniyani yorib chiqib bo'ldi. Bizda aktual emas. Strategiya ketdi. Endi biz qizildan yashilga tortamiz.
pastdan tepaga tortdim bilayotgan bo'lsanglar va yorib chiqqan liniya mana bu joyga to'g'ri kelyapti. Biza mana shu joydan selga kiramiz, chunki yorib chiqdi bu yerda bu liniyani. Endi bizda stopimiz mana shu liniyani ustida bo'ladi. Stopimiz 208. Примерно 3. Hozir men telefonga yozib o'taman. Bir kundagi signallarni tekshirib chiqamiz sizlar. Bir kunlik. Nechta tek, nechta stop. Men shu kanalga kirib olib, sizlarga dannisini tashab qo'yaman. Opishidi. Hozir yangilar TP bir kunligini sizlar bilan birga tekshirib o'tamiz. Sizlar ketdi. Bitta stop loss yozamiz 1. Eshitilyapti ovozim? Yaxshi eshitilyapti. Bo'ldi. Ketdi. Bitta stop bor birinchisiga. Tepadan pastga tortdik. Endi tepadan pastga tortamiz. Pastdan tepaga, endi tepadan pastga. Bitta ham o'sha signal. Ikkita stop yozamiz shunga, kelinglar. Ikkita signalga kirdi hisob. Yana bir vaqtda o'zida ikkita signal. Tepadan pastga tortdik. Endi biz o'tamiz. Faqat rang bir-biriga almashdimi bo'ldi, o'tib ketaveramiz. Qizildan yashilga. Yorib qo'ydi tepaga, signal yo'q. Bo'shliq zonani yorib qo'ydi. Endi yashildan qizilga tortasiz. Va bizda yorib chiqqan joy mana pastga yorib o'tmadi va tepaga yordi mana tana bilan. Ilon izini. Biz bayga kiramiz, M15 da 2 punkt tekimiz bor. Demak, bitdik. O'sha bor. Normallik. Bundan keyin ham ketgan darshi. Yaqinlashtirib olganman. Bitta tek. Ketdi. Keyingisi bu yashilga tortiladi endi. Bu qizildan. Va bizda mana yana bitta signal. O'sha bu ham mampdan kirsa 2 punkt foydada. 2 punktdan keyin bo'ldi yopasiz. Mana 2 punkt foydada. Mampda yopiladi. Ikkita zdelka plyusda. Boyagi zararlar qoplandi. Ikkita tek, ikkita stop. Men yozib boryaptim. Sizlarga statistikasini tashlayman. Endi biz bekka keldik. Qizil, yashildan qizilga. Bunday bo'ladi. Bizda yorib o'tgan liniya bu. Demak, tek bu ham mana. O'sha bilinib ketgan. 3 ta tek. Endi yashildan qizilga tortdik, qizildan yashilga ham tortishimiz kerak biza. Ya'ni mana bundoq. Endi bizda mana bu joyda signal beryapti, mana bu joyda. Tana bilan yorib o'tdi, 2 punkt tepaga. Mana bu o'zi foydada. Hisoblab ko'ramiz. 4 punkt, 5 punkt deyarli mana shu joyga kelguncha. 2 punktini olamiz yetadi. 4 ta tek. Bu scalping. 2 ta stop. Keyingisi. Endi yashildan qizilga bunisiga tortamiz. Bir kunlikni tekshirib beryaptim. Yana shuni o'zi signal bizaga. Demak, yana bitta tek yozamiz. Keyingisi bu yashilga o'tadi. Yo'q, mana bu yashilga o'tadi. Mana bu qizilga. Bitta mana liniya yo'q joyi yorib qo'ydi. O'sha signal yo'q. Keyingisi bu yashilga o'tadi. Mana bu qizilga o'tadi. Bu holatda ham signal yo'q mana. Pastga liniya yo'q joyi yorib qo'ydi. Endi qizilga o'tadi. Bu yashilga o'tadi. Mana signal bizaga. Va tek urilgan bu yerda ham. Signal berilgan joy o'sha 3 punkt mana kelguncha. Yana bitta tek yozamiz. Ikkita stopimiz bor hozircha bizani.
Ketdi. Endi mana bu yashildan bu qizilga tortiladi. Demak, bu yerda yorib chiqqan joy mana bu shamga to'g'ri kelyapti deyarli. Mana bu liniyada turibdi. Bu sham bizda signal yo'qligini bildiradi. Endi mana bu qizildan bu yashilga tortamiz. Har bitta yashil qizilda ishlab ketib e'tibor beringlar. Rosa zo'r ishlaydi. Bir kunda 30 ta 40 ta signal beradi. 30 ta 40 tadan bir 10 ta 15 taga toza teki bo'ladi. Undan tashqari ishlayotgan nimalari ham bo'ladi. Bir vaqtda o'zi 4 ta tek beradi. Bir vaqtda o'zi 5 talab tek beradi bu. Hozir statistikasini bir kunligini ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Faqat chiqib ketmasdan ko'ringlar. Qaytib bu strategiyani o'tib bermayman. Yorib o'tdi, tek. Yana bitta tek yozamiz. Keyingisi. Bu yashildan bu qizilga. Uje signal berilgan joy mana bu yerda signal yo'q. Keyingisi. Bu yashildan bu qizilga, mana bu qizilga bo'ladi. Mana signal uje tek, mana bu yerda. Bu yerdan kiramiz, ozgina zarar, shu bilan qo'ydi. Stopni tegiga tana bilan yorib o'tishiga qo'yasizlar. Hamma tushunsa kerak, tana bilan yorib o'tishi. Yana bitta tek yozamiz. Kelgan joyimiz. Bu yashildan bu qizilga bo'ladi endi. Bizda signal bor. Stop ham bor mana bu joyda. 3 ta stop bo'ldi. Chunki shu nimani tegiga qo'yamiz dedim. Stop mana bu yerda bor. Juda ham kam. Deyarli mana bu kirsak 1 punktdan emas. Shuni o'lchab beraman sizlarga. 1,5 punkt ekan. Mana bu 1 punktga o'xshab ko'rinadi. 1,5 punkt. 3 ta stop bo'ldi. Ketdi. Qizildan yashilga tortiladi endi. Qizildan yashilga. Bu yerda deyarli selga ham signal yo'q. Ko'ramiz shuni. Liniya tortamiz. Selga signal bor. Demak, biz 2 punkt ishlashimiz kerak. Mana shu joydan. Uje rosa 2 punkt. Bo'ldi. Xnet shotdan foydalansanglar, spread, komissiya nimalarni yoqib beradi. Men o'zim ham o'sha yoqib qoldi, o'shandan foydalanyaptim. Baxtiyor ham shunda. Alimjon, siz ham xuddi shundan foydalansangiz, tiniq olaverasiz 2 punktda. Spreadlar deyarli yo'q. Bitta tek yozamiz bu joyda. Ketdi. Keyingisi. Bu yashildan bu qizilga bo'ldi endi. Mana bunisiga. Mana bu joyda bizga signal beryapti. Uje stop tepaga bo'ldi. Stop ushladik. Bitta stopga yozamiz. 1. Endi bu yoqqa o'tamiz. Bu yerda ham xuddi shu narsa. Uje mana bu signal bor, tepaga urdi. Yana bitta stop. Bizda 5 ta stop bo'ldi o'pishida hozirgi bilan. Ketdi keyin bu yog'iga. Mana bu qizil, mana bu yashildan tortiladi. Mana bizga ketiga tek beradi. Mana bundan bayga kiriladi. O'zi bu yog'i foydada. Bitta tekka yoziladi. Endi yashildan qizilga. Bu yerda signal yo'q. Qizildan yashilga. Signal yo'q. Yashildan qizilga. Signal yo'q. Qizildan yashilga. Mana bu holatda 50-50 kirsa bo'ladi, lekin mana bu holatda. Buni ham hisobga olamiz. Kirish-kirmaslik o'zingizlarga bog'liq. Shpilkani bitta berib tepada yopilyapti. Agar qizil bo'lib yopilsa kirmaylar lekin. Tepaga beryaptimi, yashil bo'lib yopilish kerak. Pastga beryaptimi, qizil bo'lib yopilish kerak.
Shu narsani unutmanglar. Bitta tek. Ketidan selga berilyapti, o'sha foydada. Yana bitta tek. Shu bilan pastga. Boshqa yo'q bu atrofda. Mana bu bor bitta. Har bitta joydan olinyapti. Qizil, yashil. Selga signal bor. Pastga urib berdi. Mana bu yerdan selga kiramiz, bu yerdan urib berdi. Yana bitta tek. Hozir 1 minut. Selga signal ishlab berildi. Endi biza yashildan qizilga tortamiz buni ustiga. Bu yerda signal yo'q. Demak, bu holatda signal yo'q. Yashildan qizilga tortamiz endi va kutamiz. Bizda signal signal bor mana bu joyda. Va stop. Bo'ldi. Bitta stop. Ketdi. Kelgan joyimiz. Endi bundan bunga. Mana, o'sha foydada bu. Ancha 2 punkt. Yana bir tek. Qizildan yashil bo'ldi. Endi yashildan qizilga. Bu ham foydada. Yana bitta tek. Signal berildimi 2 punkt olaverasizlar. Liniya kichkina bo'lgan taqdirda ham. Yashildan qizilga. Bu yerda signal yo'q. Bu holatda yo'q boshqa. Mana bitta bormikin? Qizildan yashilga. Signal bor. O'sha bu yerda ham ishlab bergan. Keyingisi. Yashildan qizilga. O'zim mana shuni ko'rdik-a, hozir adashmasam. Qizildan yashilga bo'ldi, endi yashildan qizilga. Bu holatda mana yorib chiqib qo'ygan, bo'ldi. Signal aktiv emas. O'chiriladi bu. Endi qizildan yashilga. Bu holatda ham aktiv emas. Yashildan qizilga. O'sha bizda signal bo'lishi mumkin mana shu oralarda. Yorib chiqsa bay, pastga yorib chiqsa sel. Keyingisi. Qizildan yashil. Signal yo'q. Mana bu yorib chiqib bo'lgan. Bo'ldi. Bu holat ishlamadi. Sizlarga statistika 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta stop. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ta tek. 6 ta stopga 19 ta tek. Yana bitta signal bo'lsa 20 ta stopga 20 ta tekka 6 ta stop bo'lyapti. Bu M15 ga. M15 ketdi. Mana shu guruh tushdi. Endi sizlar bilan M30 ni ko'ramiz. Bu bitta time frame bo'yicha. Bugungi kun mana shu joydan boshlarkanmiz primерно.
Yashildan qizilga. Bu yerda signal yo'q. Boya bitta stop ushlagandik. Bu M30da signal yo'q. Kirilmaydi. Qizildan yashilga. Signal yo'q. Yashildan qizilga. Signal yo'q. Bu qizildan yashilga. Signal bor, bitta stop. Keyingisi yashildan qizilga. Bu yerda signal bor, deyarli signal bor mana. Bitta stop, bitta tek bo'ldi. Ketdi bu yog'iga endi. Qizildan yashilga. Mana bu holatda signal yo'q. Bu yerda ham signal yo'q. Bunga olamiz. Signal mana bu holatda bor mana. Bayga bor. Ozgina pastga qaytib keldi. Shu bilan impuls bilan. O'zi mana shuni o'zida ham M30da 3 punktdan ishlaymiz, bilasizlar. O'zi 5 punkt bo'lib ketgan menimcha. 925. Bitta tek. Ketdi. Keyingisi. Yashildan qizilga. Signal mana bu joyda bor. Shu bilan bayga ketdi. Yana bitta tek. Qizildan yashilga. Signal yo'q. Yashildan qizilga. Bu holatda signal yo'q. Bunaqasi tortsak ham signal yo'q. Endi bundan bunga tortamiz. Signal mana bu yerda bor, bitta tek, o'sha ko'rinib ham turibdi tepaga ketgani. 4 ta tek, bitta stop bo'ldi. Bunisi ham signal bor. Bunisiga o'tkazsak ham yana bitta tek. Endi bunga o'tkazamiz. Bu holatda ko'ramiz. Signal bor. Uji stop. Bitta stopga yozamiz. Keyingisini olamiz endi. Qizildan yashilga. Yana bitta stop. Xuddi mana shuni o'zi. Mana bu ham pastga berib turib, maksimum minimumni to'g'ri aniqlaydigan strategiya bor. Xuddi o'shanda ham stopimizni olgan mana shu joyda. 3 ta stop bo'ldi bizda. 5 ta tekka. Ketdi, bunisiga olamiz endi. Uji tek ko'rinib turibdi. Endi bundan bunga tortamiz. Bu holatda signal yo'q. Mana bu yorib chiqib bo'lgan. Ketdi shu bilan. Yashildan qizilga. Signal yo'q. Pastga yorib qo'ygan. Endi qizildan yashilga. Signal yo'q. Yashildan qizilga. Mana bunda tortiladi. O'zi bizda hozir signal bor selga. Realniy vaqtda. Shu. Keyingisi. Qizildan yashilga. Bu yerda ham pastga yorib bo'lsa ikkinchi signal bo'ladi. Tepaga yorib bo'lsa mana bu holatgacha bayishli bo'lsa bo'ladi oralig'ida. Bu M32. M30. 6 taga 3 ta bo'ldi bu. Adashmasam. H1'nikini olamiz endi. Uju yo'q qisqarib boradi. 5 daqiqada tugaydi. Keyin общий statistikasini ko'rib chiqasizlar. H1 bugungi kun. Mana shu joydan boshlanibdi. O'zi 6 tami, 5 ta ekan. Yashildan qizilga. Signal bor bayga. Bu 4 punkt ishlaysizlar. Nihoyatda katta punkt. Stopinglar juda ham kam bo'ladi.
3 punkt, 2 punkt bo'ladi bo'lsa agar. Tek, bitta tek. Mana bu yerda yorib chiqqan, o'zini pastga urib bayga ketgan. Qizildan yashilga. Bu yerda ham signal bor, tepaga yana bir punkt. Bitta tek. Adashib ketdim. Bunaqa tortilardi. Adashimman. Bu holat signal yo'q ekan. Endi bundan bunga. Bu holatda ham signal yo'q. Bundan bunga signal yo'q. Mana bundoq signal bor. Boyagi bitta tekka yuribmiz buni. Bayga signal bor. Xato olib qo'yganimiz uchun. Endi bundan bunga tortamiz. Bu holatda mana kuchli urib bergan tepaga foydada. Yana bitta tek. Hech qaysi darsimda bu o'zim tekshirib bermaganman. Yana bitta tek. Stop loss deyarli yo'q hali beri. H1da. Bundan bunga. Yo'q, signal yo'q. Ketdi keyin. Yashildan qizilga. Signal bor bayga. Yana bitta tek. Endi tepadan pastga qarab. Yashildan qizilga. Signal yo'q, mana bu yerda yorib chiqqan birinchi. Qizildan yashilga. Signal yo'q. Yashildan qizilga. Bu holatda ham signal yo'q. Bo'ldi, hozircha 5 ta tek bo'lyapti. H1. Ketdi, bu ham tashlandi. Keyingisi H4. H4. TP So'la yozib qo'yamiz, ketdi. Bugungi kun 8. Ikkitagina signal bo'lsa kerak. Signal yo'q. Bundan bunga bo'ladi endi. Signal bor, bayga 5 punkt. Buni tek 2 ga tushirsangiz ham bo'ladi buni bemalol. 20 punkt bergan, qarang. Tek tur berilgan. Urilgan deyarli. Kirish nuqta qilib olsangiz ham bo'ladi. Bittagina tek urilgan. Endi bu yog'iga, tepadan pastga. Signal yo'q. Yopilsa signal aktiv bo'lmaydi. Bittagina tek. Endi hisob kitobini qilamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 ta tek. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 bitta tek bir kunda. Tindiq 30 tasini olamiz. 30 ta tek, stop. 3 6 9 bo'ldi. 9 ta stop, 30 ta tek. 30 bitta tek, 9 ta stop. Bir kunda 40 ta nimadan? Ishlasa bo'ladimi? Unaqa analiz qilish shart emas. Muhimi shuni u yoqdan bu yoqqa, bu yoqdan bu yoqqa tortib o'tirsa bo'ldi. 2 punkt, 3 punkt, 4 punkt. Hozir men nimani qilaman? Zapisni o'chiraman.